Assalamu alaykum. Kitap o'qishmun beriga xush keldingiz. Hozir anglaydig'ingiz Rayhongul Mejitning Qayta nikah nomli romani. Davomi. 53-bölüm. Asiya bilan Sharipa kelib bo'lg'icha qo'shnilar Sulaymanni doktorxonaga olib bordi. Doktorlar bir qo'r tekshirib ko'rgandan keyin o't tosh bor ekan, operatsiya qilmasak bo'lmaydi degan diagnozni qo'ydi va darhol balnisga elib, uningga yolliq qaytirish o'qili urdi. Sulayman karvatda yotqani bilan ko'zi ishikda edi. U Asiyaning patroq yetib kelishiga taqassa bo'lib o'tdi. Aslida bugun Sharipa ishikni jang'ida yepib etib chiqib ketgandan keyin Sulaymanning ko'ngli bir qismila bo'lib qoldi. İç-içidan balqib chiqayotgan pushaymon uning yurak bag'rini o'rtmoqda edi. U sal bearam bo'lib karvatga o'zini tashlab yotdi. Asiya uningdan ustilariga yotqan yepib qo'yaymi deb so'rab edi. U yotqan yapmay po'paykidan birarni ilib ustimga tashlab qo'yg'ina dedi. Shunda qilib Asiya ishkapni ichib, qo'liga chiqqan po'paykidan birini ilib uning ustiga yopdi. Bu dal Hakima o'z qo'lida to'qib bergan heliqi qizg'och po'payka edi. Sulayman po'paykini ixtiyorsiz siladi. Hakimaning 360 kun tabassum ketmaydigan chehri tuyuqsizla uning ko'z oldida namoyon bo'ldi. Sulayman ixtiyorsiz o'z-o'ziga: "Hey Hakima, hayot bo'lgan bo'lsam-ku, mushu ko'ngil og'riqlariga qolmas edim", dedi. Tal shu chaqda Asiya bir piyola choyni ko'tarib kirib qoldi. U Sulaymanning boya bir nima deganligini anglaganda qoldi. Qiziq ish, bu uyda boshqa biri bo'lmasa, bu odam kimga gap qilyotgandu? Haros boya u Sharipa bilan qizirishib qolgan, shu ish yodiga kelib qolgan o'xshaydi-da, deb o'yladi u. Sulaymanning yana pig'onini o'riltib qo'yishdan ansirgan Asiya choyni tompushkaning ustiga qo'yib, o'zi Sulaymanning yeniga kelib o'ltirdi va uning uchisini tutqach so'radi: "Yana Sharipadan og'rinib-otamdila?" Asiyaning uvlashlaridan jismi xilala aram tepib qolgan Sulayman darhol so'radi: "Yaqay, bu nima degining?" "Yoshurmisizlar?" dedi Asiya kulib turib. "Boyam biridan og'rinib gap qildilar, yana shu Sharipadan og'rinib-otadilar, shundoqmi?" Sulayman Asiyaning nima demoqchi bo'lganligini endi tushandi bo'lg'ay, uni tuyuqsizla kulgi qistidi. Lekin u xeligacha gap qilmay jim o'ltirib qoldi. Asiya Sulaymanning uchisini tutishdan to'xtab, uni asta ittirib qo'ydi. "Gap qilsizlar-chu, yana rostilla Sharipaga ochiqlamadilarmi?" Sulayman uning gapiga javob bermay, dumbisini ko'rsatdi. "Voy, to'la valaqla vermay, uchimni tutsina." Lekin Asiya o'rnidan dast turdi. "Tutmayman. Manga endi Sharipadan og'rinmayman deb va'da bersizlar, ondan tutib qo'yay." Karavatda dum yotgan Sulayman Asiyani bundaq gap qilar deb o'ylamagan edi. Ham odatda gapi noyta az Asiyaning tuyuqsizla erkiliganda qilib bundaq gap qilganligiga rostilla hayron qoldi. "Voy, qachondan beri bundaq vit-vit bo'lib qolding? Nimacha gaping tugamaydi sening?" deb so'radi Sulayman va o'rnidan turib o'ltirdi. Angacha Asiya uningga bir piyola choy tutdi. "Nima deysizlar mayli, men qabul ko'raman", dedi Asiya Sulaymonga qarab. "Sizlardan o'tinib qolay, Sharipadan og'rinmasizlar, bo'lamdi." Sulayman og'ziga opirib bo'lgan choyni yana Asiyaga tutqizib qo'ydi. "Bugun zodi nima bo'ldi sana? Sharipa sana qiydab yurgashga oxiri ikkinglarning purchiqi pishmas bo'lib qoldi.
Seni onundan azar yap qalmısan dep, bugün onu öydən qoğlap çıxardım. Biroq sen onun yaqsını yirtib gap qilib atsan-gı? Asiya bir nim demoqchi bo'lib tamshaldi-yu, ammo tilining uchiga kelib qolgan gaplarni yana yutib-etdi. Chunki uning ko'ngliga ayon edi. Asiya ishning cho'ng'iyib ketishidan ansirab gap yosib edi, buning bilan begunoh Sharipa qora bo'lib qoldi. Sharipa yig'lab chiqib ketgandan keyin Asiya bakmo azoblandi. Shunga u Sulaymonning mushu ishni deb Sharipaga yana azor berib qo'yishidan ansirgashga boyqa gaplarni qilgan edi. Lekin Sulaymon buni na'din bilsin? Sulaymonning nazarida Sharipa ishni bakmo oddiy o'ylaydigan bo'lg'ashqa, hadisila aldı arqasiga qaramay bo'lmog'roq gaplarni deb selib, Asiyaning dilini og'artib qo'yib atadi. Şoňa o hazırның özüdümü eğizidan çıkarmağını bilen Asiyani qısınçılıqda qoyup atqanlıqıdan əfsuslanıp atatdı. Asiya erinin jürikedekini biladigan çeçen ayallardan edi. O çayni yana Sulaymanға taňlady. Pämil çay demligen, ätiyaz günü pämil çay içip bersi yaxşymış. Qani, alsıla. Sulayman piyalını qolga elib Asiyaning ko'zlariga qaradi. U Asiyaga nima deyishini bilmay atatdi. Shundoq emasmi? Bir yoqqa qarsa xotini, yana bir yoqqa qarsa qizi. Ikkilisining ko'nglini oyimisa yana bo'lmagan. Lekin buning amali bormi? Durust. Asiyani ayab Sharipadan og'irnqidan bilan uni ögey apsının aldıda hadisila boyqadak satlaversi bolmaydı-da. Lavlari qo'rg'an Sulayman piyoladagi choyni ko'tirib ichib etdi. Habballi, endi ko'ngillari aram tepib qoladi. Rahmat sana, dedi Sulayman piyolani Asiyaga sunib. Asiya kulimsiraginicha piyolani oldi-da, ittik chiqib ketdi. Asiya qaytib kirganda rangi ro'yi qardab ketgan Sulayman hujrda u yoqdan bu yoqqa menib yuratdi. Boyiq choyni ichib edim, ich qornim bir qismida bo'lib ketdi, dedi Sulayman. Qo'lim og'riganda qilib atadi. Cheyin qiz zahar silib qo'ymagansan-a? Sulayman chaqchaq qilib kuldi. To'g'ri dedilar. Ko'zida ko'mib qo'ygan oltin kumushlarini ko'zlab salsamma salgandimi? Asiya Sulaymanni yo'lab karavatga chiqardi. Sulayman o'ng beqinini chin besib yotdi. Asiya oshxonaga chiqib, ayol o'tmayli kirdi va karavatning leviga kelib o'ltirdi. 4-chi qavatdagi qo'shnilarning go'shnini bek o'xshabdi, ammo nihoyatda mayliq bo'lib ketibdi deb tursam, uni may salchiq yeb oldilar. Mana endi beoram bo'lib yotolmay vatadilar. Asiya bir tabletga dorini elib Sulaymanning og'ziga selib qo'ydi. Hayal o'tmay Sulaymanning qo'rsqi salpal aram topgandek bo'ldi. U Asiya ustiga yepib qo'ygan popaykaga pörkünüp uyquga ketdi. Tatliq uxlayotgan Sulayman eshik qo'ng'iraqining ovozidan uyg'onib ketdi. Berib eshikni ochsa, bo'sug'ida Qosim turadi. U qo'lining dumbisi bilan elmak burnining uchini surtkash Sulaymonga qarab hijaydi. "Ha, yana shu yeydigan yangiqing tugab qopdi, ha?" dedi Sulaymon qapoqlarini turib. U Qosimni uyga boshlab kirdi va Asiyaga "Qosimga azroq yangiq elib bergina" demoqchi bo'lib, uni bir qitim chaqirdi. Lekin sado kelmadi. Sulaymon oshxonaga bolalarning hujrasiga kirib baqdi, lekin Asiyaning qarasimi ko'rinmaydi. "Oy, bu ne ketganda endi?" Onun ko'ngli yetmagan yerlarga yetdi. "Opla!" deb o'yladi Sulaymon tuyuqsizlab. Sharipa heliq ishni yuzlashtirman deb ochiqib ketgan o'xshamamdi. Shu asnoda Sulaymonning beshi qiyib, ko'z oldi qorong'ulashqila turdi. U olim-odis yiqilib tushishdan ansirab, sopaga asta o'ltirib oldi. Uning ko'ngli elishib, yondirg'isi keladi.
Қолының o'ttirsi kuyib, ağrıp ketip atatdı. Sulaymon alaqsada bo'lib, ko'zlari chakchiyib ketib atgan Qasımga qaradı. "Maң, 4-chi qavatga chiqib baq. Asiya shu yerdimikin? U yerda bo'lmasa, Sharipaning uyiga berib baqqin." Qasım beshini lang'ishdi-da, ushqandek chiqib ketdi. Sulaymonni qora tara bosqili turdi. Doktorlar Sulaymonni chaqliq karavotga yotqizib, operatsiya bo'limiga akirib ketdi. Asiya bilan Sharipa koridordagi uzun o'rindiqda andish ichida o'ltiradi. To'p-to'g'ri 1,5 soatdan keyin sestralar Sulaymonni operatsiya bo'limidan chaqliq karavotda ishtirib chiqdi. U karavotda o'yg'oq yotadi. Atdigan o'zi uydan qo'g'lab chiqargan qizining eshik tubida uni yig'lab turib kutayotganligini ko'rgan Sulaymon bo'lsa, Sharipaga qarab illiq kulib siradi. İfadalab bergili bo'lmaydigan ajoyib bir xil harorat uning butun vujudini illatgan edi. Bu dal ota bolalik mehridan taralgan tangdoshsiz to'yqu bo'lsa kerak. Atdigandagi ko'ngilsizliklarni allaqachon unutgan Sharipamu karavotning girvikiga islig'inicha engishib turib so'rdi. "Ota, qandaroq turibsan? Yara ig'iz og'riyotamdi." Sulaymon beshini boshqini chayqadi. Asiya nihoyatda chechan ayol edi. Chunki u bundaq chaqda Sulaymonga bek yaqinchilik qilib kelsa bo'lmaydiganligini, erining ko'nglini avundirdigan gaplarni bolalar yo'q yerda deyish kerakligini obdan biladi. Shunga u Sharipaning orqasida turib Sulaymonga kulimsirab qaradi. Sulaymonmi uningga chaqnab turgan ko'zlari bilan gap qildi. Operatsiyadan chiqqan Sulaymonni kasalxonaga akirib o'rinlashtirib bo'lg'icha kech soat 8 dan eshib ketdi. Doktorlar uydan kelgan birarining kechicha Sulaymonning yanada turib qaramasa bo'lmaydiganligini topildi. "Siz ketavering Sharipa, men qaray", dedi Asiya Sharipaga. Lekin Sharipa ketgili unamadi. Chunki u hash-pashtigacha nurg'un xiyollarni qilib ulgurgan edi. "Men degan otamning o'z qizi. Bundaq chaqda kasalga o'z bolalari qarag'aniga yetamdi. Asiya degan kimdi u? Uyimizga texi tunogilda kirgan, biz bilan qilchi munosabati yo'q. Yo'q bir xotin shu. O'zim ketib Asiyani qo'yib qo'ysam, otam bilan texim oppoq-chapoq bo'lib ketadi. Yana shu yomon otliq bo'lganim bo'lgan. Uning ustiga hozirgacha otamni ko'p ranjitdim. Shunga bu deganni uning ko'nglini elib oladigan obdan fursat yana kelib, akam janobi Shinjongda Zuhra G'uljiga yig'iniga ketdi. Otamning yanada bolalardan faqat mal qoldim. Shunga albatta kechicha otamga men qarashim kerak." Shunda qilib Sulaymonning yanada Sharipa qalmoqchi bo'ldi. Sulaymon hozircha tamoq yeyolmaydigan bo'lg'ashqa, Sharipa qilg'udak boshqa ishmi yo'q edi. Sharipa bilan Asiya Sulaymonning yanada birdan paranglashib o'tirgandan keyin Sulaymon ularni sirtqa chiqib tamoq yeb kirishga buyurdi. Sharipa mo shu chaqda qo'rsqining ichib ko'rkarab ketayotganligini sezdi. Shunda qilib Sharipa yugurib tegadak chiqib, doktorxonaning udulidagi navoiyxonadan ozroq samsa akirdi. U samsa selingan sulyav xaltini tompushkining ustiga qo'yibla "Apla" deb qoldi. Chunki uni elib yugudak bir narsa yo'q edi. "Hey balam, baya ketgan desam, unumaysan", dedi Sulaymon sal achchiqlangandek qilib. "Uyga ketgan bo'lsang, ang bo'lmaganda qochqucha akilatding emasmi?" Sulaymon antala operatsiyadan chiqqashqimi, uning uyni yerning tegidan chiqqandek nihoyatda bo'sh chiqadi. Sharipa otam meningdan ranjib qolg'ashqa shundoq davatudi, deb o'yladi. Buning bilan vujudiga tuyuqsiz tarigan sirliq sezim uni azoblashga boshladi. Sharipaning xiyollari yana qanotlang'ili turdi.
Мен келіп кечечи қарай десем, атам хапы болу атамды қандақ. Яқай, bu mümkün emas. Asiye kim, men kim? Atam her qancha bolsumu biz bilen bir qazanda qaynatsa qiyin qıtılmaz bu yat xotinni bizden üstün körüp ketmez. Yey, nimelerni o'ylab ketib atadigandim men. Atam herkes undaq odam emas. Boy o mundaqla deb qo'ydi. Sulaymon bilan Sharipaning qo'rsqidikini sezib bo'lgan Asiya aradagi jimjitlikni buzdi. Voy, bir narsa bo'lmasa nima bo'pti? Qo'limizda tutib yesakmi bo'laveradi. Sizlarmi bek zig'irlab ketmisizlar atsi, dedi Asiya va berib Sulaymonning yostiqini anglab qo'ydi. Sulaymon boshqa gap qilmadi. Sharipa samsiz selingan heliqi xaltini tutqunicha karavotning yenidagi o'rindiqda nima qilarini bilolmay o'ltiradi. Asiya uning qo'lidagi samsiz selingan xaltini elib karavotning beshidagi tompushkaning ustiga qo'ydi. Qani Sharipa, elanga billa yeyli. Sharipaning Asiyaga bo'lgan o'shmanligi Asiyaning savarchanliklari sababidan astoda besilgan bo'lsa-mu, lekin u nemishqidir Asiya bilan bir yerga kelsila, xuddi qo'qasqida sivalgandek bearam bo'ladi. Shundaq bo'lsa-mu, u Asiyaning o'diliga kelib o'ltirib, samsidan ikkini yaplab bo'ldi qildi. Andan sesralar ishxonasiga kirib, qog'oz stakandan ikkini ochdi. U qaynoq suv qo'yilgan qog'oz stakandan birini Asiyaning qo'liga, birini o'zining oldiga qo'ydi. Ammo ussab tomoqlari qurib ketayotgan bo'lsa-mu, stakandagi suvdan ichgisi kelmadi. Sharipaning samsini yemay turib qolganligini ko'rgan Asiyami bo'ldi qildi. Yana birarni yanga, dedi Sharipa Asiyaga va uning stakaniga qaynoq suv jiqlab bermoqchi bo'lib o'rnidan turdi. U qara degandekla otasiga qaradi. Onun ko'ziga Sulaymonning chochlari o'sib, yuzlari moylashib ketganda ko'rindi. "Ota, bosh ko'zingni yuyib qo'yaymi?" deb so'radi u Sulaymondan. "Men berib kerakli narsalarni akilay." Sharipa tuyuqsiz Asiyaga qaradi. "Siz berib otamning almashtiradigan kiyimlarini akilamsiz?" Asiya eg'iz ichib bo'lg'icha Sulaymon gap qatdi. "U narsalarni ati kelganda olg'ash kelgan. Bugun kelmasangmi bo'ladi?" "Oy, nemishqa kelmagudakman?" dedi Sulaymonning boyqi gapini anglab taqti taq bo'lgan Sharipa darhalla. "Sana o'zim qarayman. Boy doktorlarmi dedi-ku, yanında odam qolmasa bo'lmaydi deb." Sulaymon sal taqatsizlandi. "Yenimda Asiya aylan barg'u, sen xotirjam ketavergin." Atsini o'zidan qasdan jiroqlashyotdi deb o'ylab qelyotgan Sharipaning ko'ngli bir qismili bo'lib qoldi. U atisiga tekkizib ikki ig'iz gap qilmoqchi bo'ldi-yu, ammo atisining kasal karavotida betap yotganligini ko'rib bo'ldi qoldi. Asiya Sharipaning nima qilarini bilolmay o'ri turganligini ko'rib, uningga o'rindiqdan birini akilib berdi. "O'ri turaversangiz putlaringiz telib ketadi, o'ltiring." Sharipa Asiya akilib bergan o'rindiqqa xolamayli o'ltirdi. Asiya yanchuqidan bir dona qo'l yog'liqini elib, uni kasalxonaning hojatxonasiga akirib, sovuq suvda namdab chiqqandan keyin Sulaymonning yuzini surtdi. Sulaymon xuddi kichik boladek rayishlik bilan jim yotadi. Asiya qo'lini Sulaymonning beshining ostiga tiqib, uning beshini toki kashkillargacha surtib chiqdi. "Poh, ajabmi xo'sh yoqdi", deb qo'yadi Sulaymon turib. "O'zlarini bo'sh qo'yib bersizlar", deydi Asiya uningga xuddi kuyimchan opa bolasiga nasihat qilayotgandek. Operatsiyaga tushgan odam saqiyib bo'lg'icha beshini bakjiq mediriltib ketsa, keyin beshi og'riydigan bo'lib qolarmish.
Шәрипә караватның удылдыки орындықта xuddi rohi chiqib ketgan odamdek hoңбиq o'ltiratdi. U atısıga uzaqdan uzaq tikilib qarab ketdi. Lekin Sulayman kasalxonada Şəripənin barlığını unutub qalğandek, onunğa hətta көзінің quyruğıdımı qarab qoymadı. Özünün qılıbatqanlarının toğra yoki xata ekanligi ustida o'yinib beqish niyatiga kelgan Şəripə atısının bu holatini ko'rib, yana ziddiyatlik xiyollar ichiga g'arq bo'lib ketdi. Atının qalbida bola muhimmidu, xotin muhimmidu? Hozirgacha atalar uchun aytganda, hammadan muhimi o'z pushtidan bo'lgan bolalar. Xotini bo'libmi keyin olgan xotini ikkinchi o'rinda turadi deb o'ylabdiman. Qaraganda men baxmi sodda va nodon bo'lsam kerak. Ota bolalikni dunyodagi har qanday munosabatni besib tushadigan muqaddas rishta deb bilgan bo'lsam kerak. Ana atamga hozir Asiyadan boshqa hech nima lozim emaskan. U Asiyani ko'rgan hamon o'zi bilan necha 10 yil uy tutgan, bolalarini tug'ib, ming bir jafodi beqib cho'ng qilgan rahmatlik opamni biroqli unutmaydi ekan emasmi? Hey, erkak degan bek misirliq keladi ekan. Ularni xotiniga mehrini berdi deydi ekan-u, xotini o'lib ketsa, xotindan yana birini ilib, hech nima bo'lmagandek o'tayveradi ekan. Atalarni bolalarga kuyinadi degani bilan, yangi xotindan birini ilibla bolalarini unutaydi ekan hatto. O'zicha hammani tushungan Şəripə bu yerda atası bilan o'gay opasining ko'ziga sat ko'rinib o'ltirmay uyga ketish niyatiga keldi. Dal shu chaqda Sulayman Asiyaning qo'liqaga bir nimani deb pichirildi. Buning bilan Asiya Sulaymanning beshining ostidagi yostiqdan birini elib, uni yandagi karavotga qo'ydi. Şəripə karavotga chiqib put-qo'lingizni sunib yetdingmi? Dedi Asiya Şəripəga. Lekin Şəripə likkida o'rnidan turib eshik tubiga bordi. Men ketib aytganlikka kelay, dedi o'zini go'yo hech kimning nazari tushmaydigan qadrsiz odamlardek sesgan Şəripə ko'ngli yerim bo'lib. Hoy, nemishqa turibla ketadigan bo'lib qolding amdi? Qilib menga qaramoqchi emasmiding? Şəripə Sulayman bilan Asiyaga qaradi. Asiyacham yetishgudek. Men bu yerda qarab o'ltirsammi, boshqa ish bo'lmasa? Ketiman desam, otam xush bo'lib ketadi deb o'ylagan Şəripə bo'lsa, Sulaymanning bu gaplarni anglab ochiqlaydiganligini o'ylabmi baxmagan edi. Gapingning o'ngi bilan ta'tirni belgili bo'lmaydigan bola ekansan, ha? Baya uyga ketgan desam, unamaysan. Mana endi tang kechi bo'lganda ketiman deb qopding. Hey. Sulayman achchiqada beshini chayqadi. Angacha Asiya yugurib berib Sulaymanning beshini tutdi. Atsi, unda qilmislar, boshlarini chayqamislar dedim-ku. Şəripäning ishikni g'ajjada ichibla chiqib ketgisi bor edi. Lekin unda qilmadi. Chunki u hozir desila egari to'qimni qarniga oladigan burunqi tantak Şəripə emas edi. U asta Sulaymanning yeniga bordi. Qaytib berib, yuz yuydigan narsalarni akelmasam bo'lmas deymina? Sulayman Şəripäning yetishdan burun yuyindiganligini biladi. Onun Şəripəga kasalxonaning hojatxonasiga kirib yuyinsang bo'ladi-ku degisi keldi-yu, ammo oilaviy adab yo'sin bo'yicha bo'lganda ota qiziga yuyinish haqida gap qilsa bo'lmaydi. Shunga u yuzingni mushu yerda yuyib tursangmi bo'ladi-ku dedi. Angacha Asiyamu helaqa bekor karavatni ko'rsatdi. Shundoq qiling Şəripə,
Atыңызмы sizning 2 yastık qo'yib yotadiganligingizni bilib, beshidagi yastiqni sizga elib berdi. Mush yerda uxlab qiling, ha? Sharipa atisining hatto o'zining uxlash odatini asdan chiqarmaganligini anglab, vujudida tuyuqsiz mavj urgan bir xil illiq iqindan damoqlari ichishgandek bo'ldi. O'zining yanala atisining qalbida bor ekanligini sezgan Sharipa tartishib o'ltirmay, asta heliqi bekar karvatning yeniga keldi va "Mundaq qilayli", dedi Asiyaga qarab. "Men odatdami bek kesh uxlayman. Shunga siz uxlavering, atamga men qarab turay. Mening uyqum kelganda andin men uxlay, siz qarang." Asiya nemishqidir Sharipaning bu gapiga udul javob bermay, burilib Sulaymanga qaradi. Ammo Asiyaning bu qilg'ini Sharipaning yana zardisini o'rlatdi. "Voy, atamga nima deb qaraysiz? Boyqi gapimga atam yo'q demaydi." Ammo Sulaymonning gapi uni hayron qoldirdi. "Ikkinglar yetib uxlaveringlar. Hech qaysinglar menga qarayman deb o'ltirmanglar. Bu ikkilimiz uxlasak, sen qanday qilasan?" deb so'radi Sharipa darhol. "Qanday qilatim? Uyqumni uxlaveraman. Biror ish bo'lsa chaqirmamdim." Sulaymon Asiyaga qarab, buyruq ohangida ulliq qilib dedi. "Qani, chiroqni o'chirib at. Karavatning beshidagi chiroq qolsili bo'ldi. Sizlarmi uxlanglar." Asiya Sulaymonning terikib qolganligini bildi. U chiroqni darhol o'chirib etib, heliqi bekara karavatning yeniga keldi. "Ey Sharipa, sizni qistab qo'ydigan bo'ldim-da." Bu gapni anglagan Sharipa Asiyaga oliyib qo'yib kulimsirdi. "Men shuncha vala sevimsizmi? Bu karvatmi ancha tor emaskan-ku?" Bu gapni o'ylashmayla deb qo'yganligidan to'limi nomus qilgan Asiya Sharipaga tushuncha bermoqchi bo'lib, uningga qaradi. Lekin u Sharipaning kulimsirab turgan ko'zlaridan uning ancha ko'ngliga elib ketmaganligini bayqab, ichida dedi. Asiya qo'lining dumbisi bilan eg'izini etib turib, pixildab kulib ketdi. "Boshqacha o'ylab qolmang, Sharipa. Men mundaqla deb qo'ygandim." Sharipa bu notonish xotin bilan gapning rostini aytganda bir uyda bir-biriga yolg'ondan hijib yuradigan bu dushmani bilan bir karvatda yotadiganligini o'ylasila ko'ngli g'ash bo'ladi. Uning ustiga Sharipa Asiya bilan nurg'un qitim qizirishib qolgan tursa, uningmi albatta Sharipa bilan bir karvatda yotqisi kelmaydi-da. Mushu xiyollarni bir qora kallasidan o'tkazgan Sharipa Asiyaning gaplariga ancha eranishib ketmayla karavatning leviga kelib o'ltirdi. Ammo Asiyaga bo'lsa Sharipa bilan bir karavatda yetish hech qanday g'arati tuyulmaydi. U kasalxonaning kiyim shkabidan kimlardir unutilib qolgan bir parcha yipraqni ilib, uni Sharipaning yostiqining ustiga yotdi va "Siz ichida yeting, men teshida yotay. Kechada atangiz chaqirib qolsa-mu, yugurib tushishga qolaylik", dedi Sharipaga qarab. Sharipa bek chechan ayollardan bo'lmasimi, lekin uning har qanday narsadan qusur ivan izlaydiganligi hammaga ayon edi. Shunga u Asiyaning yostiqqa raxt yepib berishlaridan ta'sirlangan bo'lsa-mu, lekin uning "Men teshida yotay" deganini meni atamga yaqin keltirmaslik uchun ashunda qilyotdi deb o'ylab, yana o'zicha turilib qoldi. U o'zining shu topdagi ochiqini yoshirishga xeyli tirishib baxdi-yu, lekin yana chandırib qo'ydi. Har qancha qilsa-mu, chiroyidagi turilib kelayotgan qora bulutlarni to'solmayotdi. Sharipaning tuyuqsizla yana turilib o'ltirib qolganligini ko'rgan Asiya udulli so'radi. "Siz yotqingiz yo'qmi?" "Yotqim yo'q demadim, men teshida yotay. Kechada atam ingrab qolsa, yugurib qo'pishimga oson bo'ladi." Sharipaning boya nimaga tutilib qolganligini darhol sezgan Asiya uningga qarab illiq kulimsiradi.
Mayli, undaq bolsa mən içidi yatay. Şəripə Asiyəni bununğa bunça vala rayışlıq bilan ma'qul deydi deb o'ylamag'an edi. Şunlaşqımı səlpəl oңайсызlanып qalğan Şəripə bulaqdək bir jup көзini Asiyaga tikdi. Onun ləvləri toxtavsız titrəydi. Çehrədə bolsa Asiya əzəldən görüb baxmağan illaq təbəssüm cəlbə qılatdı. Şəripənin bu çırayını görgən Asiyamı yüreğinin acayip illiq bir hararetdən tepçəkləvatqanlığını sezdi. Çünki bu Asiyanın Sulaymanğa yatlıq bulub kirgəndən buyan Şəripənin özüge tatlıq külümsirigini tünci qitim görüşü idi. O Şəripəge qarab başqa gep qılmay beşini langışdı və karvatqa çıqıb içi tərəfdə tamğa qarab yatdı. Bu onun Şəripə azadirək yatsın degeni edi. Lekin Şəripə undaq düşənmedi. Anğıca Şəripämi karavatqa asta çıqıb Asiyaga dümbüsünü qilib yenici yatdı. Her günü yetiştin burun yuyunup künüp qalğan Şəripə damallıqı uxlayalmadı. Amma o içide sanaq sanap yürüp bir çağlarda təsdə uxlap qaldı. Tün nesbi bolğan çağ edi. Şəripänin qulağına Sulaymanның avazı anlangandek boldu. Şəripə, hey Şəripə. Şəripə közünü təsdə içib baxdı. Amma uyquluqda iğirləşib ketken beşini kötürəlməy, yana uxlap qaldı. Bir çağlarda onu qara basqalı turdu. Sulayman çoğunqur bir qiyanın levegi esilib qaptıdek. O, hə deb, adam barmı? Deb varqıravatamış. Qiyanın levide qarab turgan kişilərdən birərmi onun qolunu uzatmağıdək. Ularның içide turgan Asiya iki qolunu belige tireyinice qaqaqlab külüp atqıdəkmiş. Anğıcı Şəripə atısını qutquzmaqçı bolup qiyanın levige qarab yügürüpdümiş. Amma putları yerdeki yumşaq qumğa besilip ketib bir qadam mağalmağıdəkmiş. Şunda qırıb o cininin barıca varqırab yığılap ketipdümiş. Anğıcı özümü çoğunqur bir yerge güppüde düşüp ketipdidek. Şəripə tuyuqsızla çöçüp oyğunup ketdi. Qarısa karvatı emas, yerde yatırdı. Demek o karvatın yatqan bulğaşqa uyğuluqda karvatı düşüp ketken. Keselxananın çıraqları yeniq turatdı. Asiya Sulaymanның yanında oldurup, onun kollarını tutup bir nimelerini davatlattı. Bir sestra Sulaymanның ayğı tərpide bir nimelerini qılavatatdı. O dəs orundan turup atısının karveti tərəpki qarab mağdı. Lekin heliqi sestra onu yaqin kelməng deganini qilib maydasidan ittirdi. Çünki Sulaymanның üstüdeki yotqanның yerimi ochiq bo'lib, uning badanining tövini yalang'och edi. Asiya Şəripəga qarab külümsirginicha qapaqlarini turib qo'ydi. Səlpəl dilug'ul bo'lib qolgan Şəripə arqasiga burilib, asta koridorga chiqdi. O koridorda u yoqdan bu yoqqa mang'ash nurg'un ishlarni kallasidan o'tkazdi. Hey, men gerçi otamning o'z qizi bo'lsam-mu, lekin bundaq çağda onun haliga yetəlishi mumkin emaskanda. Onun üstüge atam bəkmi nomuscan adam, şunu men tügül, hatta akamnımı qo'rinib yeniga keltirmaydi. Qaraganda faqat Asiyala her qandaq vaqtda onunğa hamroh bo'lib, halidan xabar elishga loyiq ekan. Şəripə koridorda alahazal 10 qitimdak u yoqdan bu yoqqa mangdi. Bir çağlarda heliqi sestra asbab selingan aq patnosini götürüp Sulaymanның yatqıdan çıqıp keldi. Şəripə onundan əndikib turub sordu. Tügüdümü? Sesra onunğa qarab külümsirab qoyub beşini langışdı və işxanasıga kirib ketməkçi bo'lib mangdi. Şəripə onun arqasıdan berib sordu. Otamğa nima bo'lgandi?
Sestra taqatsizlik bilan uningga tikildi. Ammo Sharipaning jiddiylashib ketayotganligini ko'rib, uning savoliga tabassum bilan javob berdi. Baya suydik naytisi obdan silinmag'ashqa aldı peshab chiqib ketolmay dovsinni chinqildirib etibdi ekan. O'ngshab selib qo'ydim. Sestra aldirab mangmoqchi bo'lib edi, Sharipa uning belikiga yana esildi. Undaq bo'lsa, otam nemishqa qiynalib ingrab ketdi? Sharipaning bu gaplarga sabr qilg'isi kelmagan sestra Sharipaga belakidagi soatni ishorat qildi. Buni ati deb beray-ya? Sharipaning sestradan yana bir nimalarni so'rg'isi bor edi. Ammo sesraning noroziligi chiqib turgan ko'zlariga qarab tilini chiqarib qo'ydi. U kasalxonaga qaytib kirganda Sulaymon uyquga ketgan edi. Asiya hojatxonadan chiqib keldi. U yuz ko'zni yuyib chiqqachqimi, yuzlaridan suv tomchib turadi. "Uyay, uyqu yerim o'lim deb, ajabmi qattiq uxlab ketibdiman?" dedi Asiyaning oldida o'ng'aysizlanib qolgan Sharipa. "Voy, siz qachonlardan turib ketdingiz? Men faqatla sezmabdiman." "Otangiz amdilatin aramiga tushib uxladi", dedi Asiya past ovozda. "Sizmi uxlang?" Sharipa asta karavatga chiqib yotdi, lekin oyog'i chiqmas chegish xiyollar uningga uyqu beradigandek emas edi. Әтсе saat 7'ler bilen Minavvar bir kora etken çayını kötürüp kirib keldi. Zöhrəmi saat 10'lar bilen yetip geldi. Aslida Zöhrə qatnışıvatqan ilmi muhakime yığını texi tügümügen idi. Amma Zöhrə tuyuqsuz, mağdursuzlanıp midirliğidek macalı qalmağaşqa baldur qaytib gelgen idi. O aeroplandan əmdi düşüp turuşuğa Sharipa onunğa "Atam balnisi yetip qaldı" deb telefon qildi. Şoňa o aydırımdan udulla doktorxanaga kelgen idi. Çırayı tamdek tatırıp putquli mağdursuzlanıp ketken Sulaymon öz hali bilen qalmay Zöhrədən yeniş-yenişlap ahval sorap ketdi. Çaşgah vaqti bilen Minavvar Asiyaga "Uyga mehmon kelip qaldı. Bir kelip ketmisaň bolmaydiganda qılıdı" dep telefon qildi. "Asiya acha, siz derhal qayting", dedi Zöhrə derhal. "Sizmi bir az aram elip eling, bu yerde Sharipa ikimiz var." Asiya Sulaymonga qaradı. Ammo shu hamon Sulaymonning qapaqlari tushib ketdi. "Bemahal vaqtda kelgan qandaq mehmondu u? Minavvarga deb qo'yinglar. Asiya bu yerda bir qo'lini ishki qila olmayotdi." Bu gapdan Zöhrə atısıga sualliq qaradı. Angacha Sharipa eg'iz ochdi. "Asiya acamı keçidin beri ko'zni yummay bek yerib ketdi. Qaytib beri birdam aram elib olsun. Bu yerda Zöhrə ikimiz barg'u, sal turib yangammi keladigan tursa." Sulaymon Sharipaga qarab qo'yib boshqa gap qilmadi. Asiya tanqisliqda qolgan edi. Sharipa Asiyani qo'lidan tortdi. "Siz uyga bormisiniz bo'lmog'idek. Kelgan mehmonning biror muhim ishi bo'lmasa, Minavvarmi aldirab telefon qilmaydi." Bu gapni anglagan Sulaymon yana so'radi. "Kelgan kimkan u? Minavvar demidimi?" "Uni sizlar ko'rib baxmagan", dedi Asiya Sulaymonga qarab. "Ammo bilidila, mening heliqi Saodat degan navra singlim." Sulaymon damalliqqa esiga ololmag'ashqa Asiya tushundirib, "Minavvarga hamroh bo'lib turgan heliqi navra singlimchu." "Ha, mundaq degan, u keptida udulli mush yeriga kelsa bo'lmasmidi?" Beyab ko'rgan chig'i. Sulaymon Asiyaga norozi bo'lgandek tikildi. "Ishqilib, sening o ketgin kelib qolgan o'xshaydi, ha?" Sulaymonning qizlari satpari bo'lib tursimu, Asiyadan birdan bo'lsimu ayrilishga ko'z qiymayotganligini ko'rgan Sharipaning quyuq chochlari tik turib ketdi. U das o'rnidan turib
So'mkasini oldi-da, Zöhrani tartqinicha talaga qarab mangdi. Sulaymanmı o'zining boyqi gapni xato qilib qo'yganligini sezdi. Ammo buni qizlarga nima deb tushuntirishni tuqolmay tanqisliqda qolgan Sulayman kasalxonadan chiqib ketayotgan qizlarning orqasidan qarab o'ltirib ketdi. Asiya Sulaymanning ko'zlariga ma'nalik tikilib qo'yib, koridorga yugurib chiqdi-da, palampayning og'ziga berib bo'lgan Sharipaning qo'liga esildi. G'azabdan titrab ketayotgan Sharipa Asiyaning qo'lini bo'shqina silkedi. U beshini ko'tarib Asiyaga qarab edi, uning ko'z chanoqlaridan etilib chiqqan 2 tomchi yosh qonshirni bo'ylab tövanga sirg'idi. Sharipaning yuragi ezilib ketgandek bo'ldi. Rost gapni qilganda, u ta hozirgacha otasidan bakrak Asiyadan og'irnib yuratdi. Chunki u mushu xotin otamni o'ziga ram qilib olmagan bo'lsa, otam bizni maydimizdan buncha bola ishtirmagan bo'ladi deb o'ylaydi. Shunlashqimi Asiyani ko'rsalar bir xil o'shmanlik o'tlari uning yurak bag'rini o'rtaydi. Ammo boyiqi 2 tomchi yosh uning yurakidagi ashu tumonlarni biroqla yuyivetdi. U Asiyaning yanida beshini yerdan olmay jim turadi. Sharipa, biz bunda qilmayli, dedi Zöhra shu hamon. Bunda qilsak, otamning ko'ngli buziladi. Sharipa Zöhraga mundaqla qarab qo'ydi, ammo gap qilmadi. Asiya uning qo'llarini siladi. Otamizning mijasini bilasiz, Sharipa. Shunga undaq qilmang. Otimiz tortib qoladi. Sharipa bilan Zöhra boshqa gap qilmadi. Asiya ketgandan keyin och singil ikkisi Sulaymanning yeniga kirdi. Ammo boyiqi ko'ngilsizlik sababidan bo'lsa kerak, hammaylar jimjit o'ltirib ketdi. Birdamdan keyin odatda 10 eg'iz gap qilsa, bir eg'iz javob chiqmaydigan Zöhra aradagi timtoslikni buzdi. Ata, usudingmi? Choy damlab beraymi? Xuddi chivin yutib olganda ko'ngli g'ash bo'lib qolgan Sulayman beshini langshitdi. Sulayman tuyuqsizla to'lg'inib turib ingrab ketdi. Nima bo'lding, ata? Bir yerim og'riyotamdi? deb so'radi Sharipa. Yotqanning ichilib qilishidan ansirgan Sulayman qo'li bilan yotqanning ikki tarafini bostirib turib dedi: "Chiqib doktorni chaqirib kirgina." Doktormu hech-pesh degicha kirib qarab baqdi. Aslida suydik naychisi bo'shab ketgachga kichik tarat sirtqa chiqib ketib, ko'rpini o'l qilib atgan edi. Angacha sestra kirib, Sulaymanning ostini qurg'idab, ko'rp kirliklarni almashtirdi. Aldi pishab amdi ravan mangi beradi, dedi doktori Sharipaga. Shunga qoch tutsanglarli bo'ladi. Baya kirlik almashtirdigan chaqda Sulaymanni o'rishga to'g'ri kelgan edi. Ammo kasalxonada faqat heliqi sestra bilan Zöhra va Sharipali bor edi. Demak, sestra yangi kirlikni selib olg'ucha Sulaymanni Zöhra bilan Sharipaning o'rishiga to'g'ri keladi. Ammo Sharipa karvatning yeniga kelib bo'lg'ucha yalang'och badanining ichilib qilishidan ansirgan Sulayman uni ittirdi. "Mang, neri tur? O'zim o'rniman." Biroq sestraning nere berisini o'ylab yurishga nada vaqti. Shunga u Sulaymanning gapini bo'ldi. "Bo'lmaydi, operatsiyadan amdala chiqdingiz. Siz mitirilsangiz bo'lmaydi." Bu gapni anglagan Zöhra bilan Sharipa yana karvatga yiqilib keldi. Ammo o'zi mitirilmasa zodi bo'lmaydiganligiga ko'zi yetgan Sulayman belini ruslab qo'pibla o'ltirdi. Lekin kasgan yer chimildab og'rib ketgachga Sulayman budonga chiday olmay "Voyjon" deb varqirab etdi. Angacha sestraning bir nechisi yugurishib keldi. Shunda qilib Sulaymanning kirlikini tashda almashtirib qo'ydi. Kasalxona yana timtoslikqa cho'mdi. Soat 11 dan oshganda Gulyor keldi. U Sharipa amroq kavmansni etib kelgan edi. Gulyor Zöhraning qaytib kelganligini ko'rib, uning bilan yuz yiqib ko'rishdi. Gulshatning otasi o'zirining og'rib qolganligini anglab, baldur yenib kelmoqchi bo'pti, dedi Gulyor Sulaymonga. Xudo buyursa, mushu 2 kun ichida kelib qoladi.
Buda kelgende Dilşatны başlagaç keling, dedi Sulaymon Dilşatның etin anlapla. O quloq kestini bakmi ko'rgim keldi. Gülyar kelgandan keyin kasalxonaning kayfiyati bo'lakchala ko'tarilib qoldi. Sulaymon Zuhra bilan Sharifadanmi ancha-muncha gap so'rab qo'yatdi. Aradan yarim soat vaqt o'tgandan keyin Sulaymon tuyuqsizla "Sestran chaqiranglar" deb qoldi. Angacha sestra kiribdi, Sulaymon uningga "Kichik tarat qistab ketyotdi" dedi. Sestra oldi orqasiga qarmay chiqib, suydik qachisidan birini akirib Sharifaga tangladi va "Hozir karvatdan tushsa bo'lmaydi, shunga tartiga qoch tutinglar" deb qo'yib chiqib ketdi. "Voy, sestra to'xtang" deb varqiradi Sulaymon. Sulaymonning qizlari va kelinidan nomus qilayotganligi aniq edi. O'ng'aysizlik ichida nima qilarini bilolmay qilayotgan Sharifa suydik qochisini tutqunicha karvatning yanada o'ri turadi. Uning qoch tutgan qo'li to'xtovsiz titraydi. "Shundoq, men degan otamning qizi tursam, qandoqmi yeniga bora olayman?" Sharifani tuyuqsizla yig'i tutdi. Aradan qanchalik vaqt o'tgan Sharifaga suydik qochisini tutib karvatning oldida o'ng'aysizlanib turgan bu bir necha minut go'yo bir asrdek uzun bilinib ketdi. Angacha Sharifaning orqasida turgan Gülyar kelib, uning qo'lidagi suydik qochisini elib yerga qo'ydi-da, chiqib sestrani chaqirib kirdi. Sestra yotqanni qayirib beqibla so'zlab ketdi. "Voy, suydik yana ko'rpiga yalab ketibdi. Ya bayatdan kirlikining ostiga yaltiroq selib qo'ymabdi ekanmiz. Ko'rpa bilan kirlikni yana almashtiradigan bo'ldik-da" dedi. Va sestradan yana ikkini chaqirib kirib, Sulaymonning ostidagi ko'rpa va kirliklarni yana almashtirdi. Bu chaqda Sulaymonning ikki qizi bilan Gülyar koridorga chiqib ketdi. Ular koridordagi o'rindiqda bir haza gap qilishmay o'ltirib ketgandan keyin aradagi jimjitlikni Gülyar buzdi. "Ko'rgansizlar, ahvol ana shu. Cho'nglarning yanida hamrohining o'zi turmasa, biz qizlar hech nima qilib bera olmaydi ekanmiz. Bolalar otasiga har qancha kuyimchan bo'lsa-mu, bundaq chaqda yonda qarab turmoqdan boshqasi qo'ldan kelmaydi." Gülyar Sharifaning mo'risiga qo'lini qo'ydi. "Asiya achamga rahmat desak bo'ladi. Elimi shuning bari. Nurg'un ishlarda otamga putug'i put, qo'lig'i qo'l bo'layotdi." Bu gapni anglagan Sharifa Gülyarga chakchiyib qaradi. "Bo'ldi, menga to'la chakchaymanga" dedi Gülyar kulib turib. "Uning so'zimi piyoladek ko'zlaringiz choniqidan chiqib ketayli deb qilyotdi." O tuyuqsizla Sharifaning qo'rsqini siladi. "Voy, oldin qoidli menga bir oyga qolmay 5 kilo o'ruqlamasam deb va'da berib-atdingiz. Qaraganda o'ruqlamoqda yo'q, yana 5 kilo samirib qolgan o'xshamamsiz? Qarang, bellaringizga yana go'sht qo'nib ketibdi." "O'sh, maylila", dedi Sharifa Gülyarning qo'lini asta tushirib etib turib. "Zo'rg'a o'ruqlag'ili yo men to'y qilmagan qiz bola bo'lmasam, haq semiz deb yaratmay qolamdikin deydiganga." "Hey, undaq deganingiz bilan Mardonning otasining ko'ngli sovib qo'yib etdiman deb qolsiz-chu", dedi Gülyar Sharifaning tishig'i tegib. Sharifa yanchiqidan bir tal shokoladni elib axlag'ash, "Mening uyimda kimni kim qo'yib etdiman darkin qiyni", dedi va shokoladni og'ziga soldi. Gülyar bilan Zuhra bir-biriga qarab ixtiyorsiz kulib ketdi. "Demisingizmi, yana samirib ketibdiman", dedi Sharifa qo'rsqini silab turib. "Yo'pqalarimning-chu beli kalmigili turdi." 54-bölüm. Asiya uyga kirganda Munavvar dasturxonda Saodat bilan mung'ishib o'ltiradi.
Asiyaның кіріп келгенлігini көрген Саадет go'yo ko'ngli yerim bo'lgan bola opasini ko'rgandek yugurib kelib Asiyaning bo'yniga esilib yig'lab ketdi. Asiya shuncha gap qilsa-mu yig'isini faqatla to'xtatolmadi. Angacha tamoq tutish qilay deb qo'pqan Münavvar kelib Saadetning qo'llarini tutdi. Bo'ldi qila Saadet acha. Bundaq yig'laversang, qo'shnilar opamni yig'lavatidi deb qolmisin yana. Bu gapni anglagan Saadet yig'idan tasda o'zini to'xtatib, sapada gap qilmay o'ltirib ketdi. Asiya Saadetning aptiga sapselib qarab, hayron qoldi. Saadet nihoyatda judab ketgachga yangoq so'ngaklari po'ltiyib chiqib, ko'zlari o'ltirishib ketgan edi. Qisqasi Әмдала 30 yaşqa kirgan bu mazlum 10 yosh qerib ketgandek ko'rinadi. Asiya tuyuqsizla Saadetning so'l qopqining ko'kirib ishib ketganligini bayqadi. Qaraganda tayoq tekkandek qiladi. Baya Saadet ichidan huy tartib ketganda mit qilib qo'ymagan Asiya mana endi o'zini tutolmayla qoldi. U ishga kelib Saadetning yuzini siladi. Voy, bu yeringa nima bo'ldi? Aslida Saadet heliqi bovayga tekkandan keyin har holda bir mezgilgacha uning bilan aramxo'da yashaganmi bo'ldi. Lekin bovayning bolalari otasining o'zidan kichik xotin elib olganiga achchiqlanib, uning uyiga uzun zamonlargacha oyoq bosmadi. Bovay Saadet bilan bir necha oy obdan o'tdi. Keyin tuyuqsiz saqsiz bo'lib, doktorxonada yetib qoldi. Saadet keç gündüz onun yenidan ayrılmay, bovayning ta'ritini töküp, ingrasa uçsunu tutup degandek, onunğa bekmi obdan qaradı. Amma bovayning 5 balası bilen nəvirləri faqat doktorxanaga 2 qitim kelib yo'qlagan edi. Bovay top to'g'ri bir oy yotgandan keyin saqiyib doktorxonadan chiqdi. Shu kuni bovay Saadet etgan issiq o'girni ishkash o'ltirib, "Hey, helimo yenimda sen barkensen, bo'lmagan bo'lsa, bu bir oyni qandaq o'tkazar bo'lg'oydim?" dedi Saadetga tog'dak minnatdorlik bilan. "Xudo oson o'lim bersa, sening oldingda ketadiganim aniq, biroq sen qo'rqma. Mana mushu uyni sana qoldiraman. Oningdan boshqa bankada ozroq pul bor edi, umi sening bo'ladi." Bovay kitap ishkabidagi qalin bir kitapning ichiga qistirib qo'yilgan pul chekini elib, Saadetning qo'liga unimisa unimay tutqizib qo'ydi. "Biroq bu ishni o'zingni biljimi?" dedi u Saadetga tapilib. Erining yaxshi ko'nglidan bakmi ta'sirlangan Saadet uning holidan texmi obdan xabar oldi. Biroq 3 oydan keyin u odam tuyuqsiz og'rib, yana bolnisda yetib qoldi. Bu dönem onun menisiga qon tushgan edi. Shunda qilib bovay doktorxonaga qaytib kirib 3-chi kuni jon uzdi. Bovay qazo qilgandan keyin uning Saadet shu uyga kirgandan keyin illa-billa oyoq besib baxmagan bolalari ko'chibli keldi. Namoz kuni yiroq yaqindan g'azadorlar, patichilarmi nihoyatda jiq edi. Amma Saadetning bu uyga kirganiga uzun bo'lmag'achqa ularning ko'pinchisini tonimaydi. Namozga kelganlardan bir munchisi bovayning cho'ng qizi Nisaxon bilan ko'rishib qo'ymoqchi bo'lib, uni izlashtirdi. Lekin Nisaxon ko'rinmaydi. Ular taraf-tarafdan oshxona, hojatxona, hatto gami uylarga kirib izlab baqdi. Aradan bir aylan bovayning hujrasida bo'lmasin yana degan gapni qildi. Nisaxon degandekla bovay bilan Saadet yotgan hujrada edi. Tuyuqsiz kirib qolgan Saadet hujradagi alomatni ko'rib danq etib turib qoldi. Qo'shqishilik karvatdagi yotgan ko'rpilar o'ngtay-to'ngtay qilib etilgan. Yostiqlarning qepi yirtib tashlangan edi. Bovayning kitob ishkabidagi kitoblar yerda chechilib yotadi. Nisaxon ashu kitoblarning ichidan nimadir bir nimalarni izlab otadi. Saadetning tuyuqsiz kirib kelganligini ko'rgan Nisaxon uningdan hech maqti yo'q, varqirab turib so'radi. "Nimaga kirding? Orqamdan payloqchilik qilib atamsan?" Nisaxonning maqsadini tushungan Saadet ixtiyorsizla ish kiyimining yonchuqini silab qo'ydi.
Onunda buvay bergen heliqi pul çeki bar edi. O Nisaxanға başqa gap qılmay, mehmanlarının onun bilen görüşmekçi bolubatqanlığını etdi. Amma Nisaxan yügürüp kelip onun yaqısıdın aldı. Otamның muşu kitap işkabığı koyup koyduğun heliqi pul çeki yok. Sen tıqıp koydun mu? Nisaxanның alpazdan qorqib titrab ketgan Saadat rast gapni demekçi boldi-yu, lekin erining öz vaqtida buni o'zingni bilib qol degan gapini yodiga elib, tilining uchiga kelib qolgan gapini yutib etdi. Nisaxan har qancha qistab so'rab baqsimi, u ko'rmadim, uxmayman debla turib oldi. Angacha bovayning boshqa bolalarimi yupurilib kirib, Saadatni urib, dassab qo'qlab chiqardi. Asiya Saadatning bu gaplarni anlagandan keyin onunğa nurg'un tasalli berdi. U shu minutda tuyuqsizla o'zini o'ylab qoldi. Kunlarning birida otasi ketib qolsa, bolalari menimi ashundaq ko'ttimga tepib chiqararmi? Xudo, yo'q, hargiz undaq bo'lmaydi. Bu odamning bolalari undaq bolalardan emas. Dal shu chaqda eshik qo'ng'irog'i tuyuqsiz jiranglab ketdi. Munavvar yugurib berib eshikni ochdi. Bo'sog'ida Qosim qarab turadi. Nimidandir bir ishdan aloqzada bo'lib ketgan Qosim Munavvarga qarab bir nimalarni deb ishorat qildi. Lekin Munavvar uning nima demoqchi ekanligini faqatlab qolmadi. Shu arada Asiya eshik tuviga keldi. Qosim doim bu uyga kelib turadigan bo'lg'ashqa, u Qosimning ishoratini ancha-muncha tushunib qolgan edi. Biror ish bo'lganmidi? deb so'radi Asiya Qosimdan. Qosim yana bir nimalarni deb qo'l ishorasi qildi. Buni ko'rgan Asiya kulib ketdi. Chunki Qosimning uyinglarda nima ish bo'ldi, boy biraylanbek yig'lab ketdi. Shunga men qarashadigan ish bormi deb kelgan deganligini tushungan edi. O Qosimni uyga boshildi. O sapaga kelib o'ltirib, Saadatning ko'kirib ketgan qopqini ko'rib, "Hu" deb qo'yib, bir muncha ishorat qilib ketdi. Lekin Asiya bu qitim uning bu ishoratini tushunmadi. Ichi titildab ketayotgan Qosim o'zining pochqining buljun go'shini tutib bir nimalarni dedi. Ondan yugurib oshxonaga kirib, to'nglatquni ichib qaradi. O to'nglatquda muzlab ketib ketgan go'shlarga qarab qo'shilmasdan turdi-da, to'nglatquning ishigini yepib etib, orqasiga burildi va "Men uyga chiqib kiraman" degan ma'noda ishorat qilib qo'yib, itdek chiqib ketdi. Qosim hayal o'tmay nefis shilingan bir parcha go'shtni ko'tarib kirib keldi. Buni ko'rgan Asiya Qosimning boya nemishqa to'nglatquga qaraganligining sababini darhol tushundi. Aslida u yangi go'sht bo'lsa, nefis shilib ko'kargan joyga choplasa, ishqi qaytib ko'k yanadi demoqchi ekandiq. "Voy, mava kallamning ishlamaganini qaramamdigan", dedi Asiya peshonasiga shapaloq bilan birini selib. "Hey, ko'kargan yerga xom go'sht tangsa saqaydiganligini bu mendan obdanroq biladi ekan emasmi?" Asiya Qosimning qo'lidan heliqi go'shtni elib, sapada o'ltirgan Saadatning qopig'iga chaplab qo'ydi. Buning bilan Saadatning so'l ko'zini bu bir parcha go'sht biraqla to'sib oldi. Qosim sapaning udildagi o'rindiqda o'ltirib, Saadatga sapsilib qarab ketdi. U gacha bo'lsa-mu, er kishida. Saadat Qosimning qarashlaridan sal nomus qilib qoldi. U ixtiyorsiz yuzini silg'ash Asiyadan so'radi. "Voy, yuzim qandoq bo'lib qopti? Bu gacha qiraverdi-ku odamga." Qosimning Saadatga sapsilib qarab ketayotganligini Asiya sezdi. Asiya Qosimga qarab uningga "Qosim, singlim chiroyliqmikin?" degan ma'noda ishorat qildi. Qosim beshini langishdi va "Bek uvol bo'pti, buni kim urdi?" degan ma'noda ishorat qildi. "Biri urmadi, qarabroq mamay bir yerga usuvapti", dedi Asiya Qosimga tushundirib. Lekin Qosim Asiyaning bu gapiga ishonmagandek qiladi. Angacha Munavvarning tamog'i pishdi. Lekin u patnosda faqat ikki chena cho'chirni ochqib, uning birini Saadatning oldiga, yana birini Asiyaning oldiga qo'ydi. Asiya
özünün aldidagi qachini Qasımның aldıga apırıp qoydu. Qeyni, ala Qasım, sen çöçürüge amraq qo, issiqida içib alğın. Qasım tartınğandaq qilib, beşini çayqab, qachini Asiyanın aldıga iştirib qoydu. Tartınma Qasım, aldınğa tartib yevergin, qazanda yana bar, minavveri hasırla açqıdı. Asiya minavverge alayıp qaradı. Qiziqkansan ku balam, uyda Qasımның barlığını görüp durup, iki qaçıla açıqqının nemesi endi. Bu gapni anlagan Minavver iza tartib tilini chiqardi va ittik kirib ketib, ashdan yana bir qacha usub achqib Asiyaning oldiga qo'ydi. Qasım Minavverning Asiyaga mo bir qacha achiqqanligini ko'rib, andin qo'shiqni qo'liga oldi. Asiya ash ishkash o'ltirib, chandurmasdan Qasımga sap soldi. O qaçıdaki aşını iştiha bilen yavatatdı. Onun kengri pişanasida munchaqdak terler parqirab turatdi. Bunu görgen Asiya meyqada kölüp qoyup, "Hey bichara bola," deb pichirladi. Münevver apsının nima uchun undaq deganligidan bexabar edi. O apsini aldiratqila turdi. "Voy, qarab o'ltirmay, ishingni ishmamsan, muzlab qoladi. Doktorxonadagilar saqlavatıdı tayinliq." Asiya mehiqida kulib qo'yib, qo'shiqqa amdala bir tal cho'chirni elib turishiga telefon jiringlab ketdi. Telefonni Gülyar bergan edi. "Voy, acha, tez kelmasangiz bo'lmadi," dedi o'diqib yuragi og'ziga kaptishib qelavatgan Gülyar. "Sharipa, Zuhra, uchimiz koridordagi o'rindiqda paranjib o'tiratdik. Zuhra tuyuqsizda yiqilib tushdi. Burnidan qon ketib, faqatli to'xtamayotdi. Doktorlar tekshirib, darhol bolnisga yotmasa bo'lmaydi deb, qon kasalliklar bo'limiga bolnisga oldi." "Bu ishni otingiz uqmagandi?" deb so'radi Asiya darholla. "Yo'q, uningga texi demadik." Gülyarning bu gapini anlagan Asiya telefonni qo'yibla talog'iga qarab mangdi. Hürmetlik anlarman qeyrindaşlar. Yuqorida Reyhangül Mecitning Qayta Nikah nomli romanidan ariyani angladinglar. Davomiga diqqat bergaysizlar. Xayr xo'sh, aman bo'laylik.